Assalomu alaykum Marjona 313 ning ashaddiy muxlislari. Bilaman, dim ko'p vaqtdan beri meni Instagramda videolarim chiqishini kutib o'tiruverdinglar. Sizlarga bomba yangilik bilan chiqatirman. Hammangizni girib keladigan Qurban hayiti bilan tabriklayman. Shuning uchun sizlarga zo'r skidkalarni qo'yib bermasam, endi nodida aybimni yuvish maqsadidan do'konimizdagi hamma tovarlarimizni bomba skidga tushirdik. Tez-tez sizlarga ko'rsatib, narxlar bilan tanishtiraman. Qarang, shunda ko'rib turgan hamma kupralarimizni 35 ming, 40 mingdan sotib turdik. Sizlar uchun 25 ming so'mga tushadi. Sanani oxirida aytib o'taman. Keyin ben tarafda ko'rib turgan kuponlarimizni 30 ming so'mga tushirganmiz. Endi 3D ni konditsioner variantlarini 45 ming so'mga tushirib tashlaganmiz. Ben tarafdagilarni 40 ming so'mga tushirdik. Qaranglar, materiali shunday zo'r, muzdikgina bo'lib turasizlar. Bu doyillarimizni hammasini 35-40 ming so'mdan sotilib turganlarni sizlarga 25 ming so'mga tushirganmiz. Endi qaranglar, inablari hammasi Istanbul ipak poplin bo'ladi. Buni hammasini berak gelinchasini sizlarga 20 ming so'mga qo'yamiz. Ben tarafdagilarni 25 ming so'mga qo'yamiz. Narxlarni eshitdinglar, bomba narx, do'konda assortiment ko'p. Ben taraf endi shifonlarni ko'rsatib beramiz. Shifonlarimizdan eng zo'rlari dubayskiy variantlari. Qaranglar, havo o'tkazadi, qoshli deysizlarmi, zarli deysizlarmi, hammasini narxini eshitdinglar, yomon bo'lib qolmanglar. Bularni hammasini 35 ming so'mga qo'yib beramiz. Yechida yo'q. Ben tarafda ko'rib turgan Safiya materiallarimiz hammasi 35 ming so'mga tushdi. Ben tarafdagi anorlarimiz hammasi 25 ming so'mdan. Ben tarafdagi 3D'larimiz hammasi 15 ming so'mga tushib qolgan aziz yurtdoshlarimiz. Keyin qaranglar, bu yerda ko'rib turgan shifonlarimiz, yana shifon desanglar, shifonlar 10 ming so'mga tushib qolgan. Yechida yo'q. Endi chiroyli liyonlarimiz, ichine adnatonnilari bilan giyaman desanglar, adnatonnillar ham bor. Bularning narxi 40 ming so'mga tushib qolgan. Adnatonnilari undan ham arzon. Kelaverasizlar, hammangizni kutib qolamiz. Agar sizlarga to'liq video kerak bo'lsa, YouTube kanalimda 4gul rayonni o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Sanasi 2-iyundan 8-iyunga дейін qo'ydikmi? 8-iyundan kutib qolamiz. Keyin sizlarga plus yana bir zo'r narsa aytmoqman. 6-iyun günü bizani do'konimizdan necha so'mga xarid etsanglar ham ish poplinimizdan bir ko'ynaklik plus sizlarga podarki bo'ladi. Hammangizni kutib qolamiz.